hech qachon yoningizdagi suvni ichmang, ayniqsa g'iybatdan keyin. Men sizga boy oilalar sirini aytaman. Diqqat bilan tinglang. Suvning asosiy prinsipi shundaki, u vibratsiyalarni o'ziga singdiradi. Suvning mohiyati aynan shunda. Suv yonida aytilgan har bir so'z tebranish orqali qabul qilinadi va yozib olinadi. Endi tasavvur qiling. Siz kechki ovqatga o'tirdingiz. Stol ustida bir stakan suv turibdi. Siz esa noliy boshlaysiz. Pul topish qiyin, hayot adolatsiz, biz bunga qodir emasmiz va hokazo. Keyin siz o'sha stakanni olib, suvni ichasiz. Siz hozirgina aytgan barcha so'zlaringizni ichingizga yutdingiz. Otam menga unutilmas saboq berib ketgan. Uning ovqat paytidagi bitta qoidasi bor edi va u hech qachon buzilmasdi. Stol ustida ovqat yoki suv turgan paytda hech qanday salbiy energiya bo'lmasligi kerak. Hech qanday shikoyat, g'iybat yoki yomon gap bo'lmasin, hatto o'zingiz haqida. Endi doim oldingizda suv bo'lsa, atrofda nima gapirilayotganiga e'tibor bering. Chunki siz shunchaki gaplashmayapsiz. Tanangizga qanday energiya kirishi